söylerimizi davamlaştırırız. Bugün Cizak 2019 yıl 9. ayının 17. gün hafta geçirişedir. Mavzumunda Sodi sohbeti ağınlarını kütüp alandı. Bunda 3 cihette signal verildi. Mavzulu haber 9. ayının 16. günü büyük İrator bir ilan kılındı haber. Bunda başlar. Amerika Cungo 10. ayının başlarında 13. katımlık sohbette başlaydı. İki taraf ötken hafta cuma günü birbiriga aqlanılık görüştüp, vaqtliq kelishim imzalash parazlarni muhokama qilishdi. İki devlet münasebeti sal-pal erigandek bo'ldi, lekin Morgan Stanley Amerika ommaviy siyosat strategiya mas'uli Michael Zezas mundaq hisobladi. Gerçi Amerika Jungo navbatdagi savdo vaziyatini boshlagan bo'lsin, yaxshilagan bo'lsin, agar xalqiliq masalalarda bu beshash hosil qilolmaydi ekan, 4. qatam aslab tamojna beji qo'yishdan qachon qilg'il bo'lmaydi. Zezas 15. kuni Amerika moliya blogida obzor e'lon qilib bunday ko'rsatdi. Ikki davlat do'stona kayfiyat ichida suhbatga yo'l qo'yildi. Jungo Kompartiyasi davlat mahkamasi bosh ishlariga mas'ul komiteti 9. ayning 11. kun tuyuq so'z mundaq jakardi. 11. kun tuyuq so'z mundaq jakardi. Amerikadan import qilingan bir qism boyni bekor qilamiz. Balki 9. ayning 17. kundan boshlab kuchga ega. Bu harakat suhbat boshlashdan burun Jungo taraf tarqatgan signal deb qaraldi. Jungo taraf yana Amerikadan burchaq va go'sht mahsulotlarini sotib olishga boshladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Tramp 9. ayning 17. kuni kashda 200 milliard dollarlik Jungodan import qilingan to'g'ri qo'yiladigan 30% boyni 10. ayning 1. kuni yo'lga qo'yishni 10. ayning 15. kuniga yo'lga qo'yishni o'zgartirdi. Shuning bilan Amerika tarafi bir xil oqlanib pozitsiyasini ko'rsatdi. Bunday qilishni Lyuxa talab qildi. Jungoning yuqori darajalik bir nafar amaldori menga telefon berib shunday qilishimni talab qildi dedi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Tramp emas. Lekin eg'izni majriltib qo'yish bu o'ng'ay gap. Xabarning ichida biz ko'p qatimliq suhbatda o'rgangan tajribalarimiz o'xshash deydi Zezas. Murassam adar arkadaşlar ayda tizlar Kompartiya tarafidan buzg'unchilikka uchraydi. Bu jarayonning murakkabligini ko'rsatdi. Ikki taraf sanksiyalarni rolini joriy qildirish, hozirgi tamojna beji qandoq bartaraf qilishdan iborat xalqiliq masalaga hargiz yo'l qo'ymaydi. Bir-biriga yo'l qo'ymaydi. Hozirgi sinoq shuki, oldimizdagi bir necha hafta ichida hozirgi savdo urushi tamojna bejidan iborat bu bosishimiz oqlab bir-birini tanlıyor degan masaladir. Bu qatimqi suhbat o'xshash bo'lmagan ba'zi masalalarni o'ylashi kerak. Shirkatlarning ishonchi yo'qolgan vaziyatni bosib chiqishi kerak. Kapital selishning kamayganligi hamda bizning iqtisodshunoslarimizning deganidek emgak kuchining olsirab kelishidan iborat masalalarni o'ylashi kerak. Murakkab gap ekan bu. Qaysi taraf yo'l qo'ydi? Qaysi nuqtadan ko'rib olaymiz? Tuvanda 3 omil yo'l qo'yishdan haqiqiy yo'l qo'yish ekanligini ko'rsatib berdi. Birinchi, xatarlik mablag'. Boylik ko'rinarli ojizlab ketdi. Ikkinchi, iqtisodiy statistikasi ko'rinarli ojizlab ketdi. Uchinchi, siyosat xatari ko'rinarli ko'paydi. Demak, 3 nuqtada xulosa qilsak, ikkisi ojizlab ketdi. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar yirikligini, savdo urushi keltirib chiqargan munosabatlar yirikligining darsi siyosatlarni yo'qolib ketmaydi. Yuqorqi har qanday bir omil har ikki tarafni yadroliq masalada yo'l qo'yishga rag'batlantirdi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining moliya ministri bunday ko'rsatdi. Agar deyishga tegishli bo'lsa,
so'z oladigan